Assalomu alaykum, salomatmisiz? Bugun men g'oyalar degan yangi loyihaga start berishga harakat qilaman va bu birinchi son bo'ladi. G'oyalar nega g'oyalar? Biz ushbu sonda va umuman ushbu loyihada turli shaxslarni, olimlarni g'oyalarini muhokama qilamiz, tadqiqotlarni tahlil qilamiz va ayniqsa ta'lim sohasiga tegishli bo'lgan tadqiqotlarni, ilmiy ishlarni o'qib, o'rganib, ulardagi xulosalarni beramiz. Menimcha bu barcha o'qituvchilar va ota-onalarga foydali bo'ladi degan umiddaman. O'sha bugun bizda ta'lim berishni yaxshilash haqidagi tadqiqotlar va ularning xulosalari. Ushbu xulosalar va tadqiqotlar haqidagi fikrlarni boshlashdan oldin men Noam Chomskyning gapini keltirmoqchiman. Noam Chomsky quyidagi so'zlarni aytgan: agar siz 5 yil oldingi narsani ta'lim berayotgan bo'lsangiz, yo u soha o'lib ketgan, yo siz o'lgansiz. Demak, o'sha sohada yangiliklarni kuzatish har bitta o'qituvchi uchun shart. Biolog yangi biologik jarayonlarni, kimyogar yangi kimyoviy dars o'tish metodikalarini o'rganishi shart. Xo'p, bizda birinchi demak, nimaga ta'lim juda ham muhim. Ta'lim berishni yaxshilash haqida biz o'tgan hafta o'qigan maqolalarni va tadqiqotlarni siz bilan bo'lishimiz keldi. Ushbu maqola jamiyatda eng muhim o'g'ini ta'lim sohasidagi aziz ustozlarimizga menimcha ko'proq foydali bo'ladigan umiddaman. Xo'p, birinchi tadqiqot jismoniy mashqlar xotira va o'rganish ko'nikmalarini yaxshilaydi. Bu ma'lumot uchun tadqiqot izlab o'tirmadik, to'g'risi, chunki har bitta ustoz biladiki yoki har bitta inson biladiki, mashqlar, jismoniy mashqlar juda ham foydali. Ayniqsa tanaffuslarda bolalarga o'ynashga qo'yishimiz kerak. O'ynash ham juda ham erkin bo'lishi kerak. Bolalar kerak bo'lsa qilib tushadi. Mana bunda biz bolalardagi antifragile, ya'ni zarba toplikni kashf qilamiz va uni mukammallashtirib boramiz. Demak, jismoniy mashqlar juda ham foydali. Xo'p, dars o'tish jarayonida 15 daqiqalik tanaffuslarda bolalarni to'p bilan o'ynashligi, jamoaviy o'ynashligi yoki yugurishligi, sakrashligi, yelishligi, zavq olishligi juda ham muhim ekan va bu keyingi darslar foydali bo'lishligiga va samarali o'tishligiga, yangi energiya bilan boshlanishiga sabab bo'lar ekan. Ikkinchi tadqiqotimiz. Xo'p, ikkinchi tadqiqot bu xatolar qilish haqida. Xatolar qilish xotirani yaxshilashi mumkin ekan. Arash Emamzada degan kishi, bu Kanadadagi Britaniya Kolumbiya universitetining professori, ko'proq genetika va psixologiya bo'yicha o'qigan ekan. Shuni u AQShdagi klinik psixologiya va nevropsixologiya bo'yicha aspiranturadan tahsil olgan ekan. Boshqacha aytganda PhD yoqlagan ekan. Shu odamning tadqiqotiga biz link qoldiramiz pastda. Shu kishi aytgan ekan, xatolar har doim yomon emas. Ya'ni xatolar doim ham yomon narsa emas. Daring effekti deb nomlanuvchi hodisaga ko'ra, ataylab xato qilish va keyin ularni tuzatish mazmunli va foydali ilm o'rganish, xotira va test natijalarini yaxshilashi mumkin ekan. Boshqacha aytganda, soddaroq aytsak, o'qituvchi atay xato qilishligi va mana bu xatoni talabalar yoki o'quvchilarga tuzatishligi juda ham foydali bo'lar ekan. Ya'ni doskaga siz xato narsa yozing, masalan 2 × 2 teng 5 va u 2 × 2 teng 4 ekanligini sizning o'quvchilaringiz aytsin. Mana shunda 2 × 2 4 ekanligi barcha o'quvchilarning xotirasida saqlanib qolishi ehtimolligi baland ekan. Keling endi men o'sha Arash Imomzodani maqolasidan men parcha o'qib bersam. O'quvchilar xato qilishni afzalliklarini anglamasalar ham, natijalar shuni ko'rsatadiki, ular xatodan tuzatilib o'rganilgan narsalarni ko'proq eslab qolishgan va uni samaraliroq qo'llashgan. O'quv dasturlarini ishlab chiqayotganingizda, deydi Arash Imomzoda, odamlar, talaba va o'quvchilarga xatolari haqida xavfsiz joyda mulohaza yuritishlariga namoyon qiling. Hamda ularga muvaffaqiyatsizlikka uchrashlarini iloji yo'qligini ko'rsatish imkoniyatlarini yaratib bering. Ya'ni xato yomon narsa emas, balki u shu darajada muhimki, uni qilmay yuksak marraga yetishish mushkul degan Arash Imomzoda. Xo'p, keyingi tadqiqotimizda katta rasmlar faktlarni eslab qolishni osonlashtirar ekan. Bar-Ilan universitetining optometriya ko'rish fanlari maktabi hamda Goldschmidt ko'p tarmoqli miya tadqiqot universiteti markazini doktori Sharon Dotten boshchiligidagi yangi tadqiqot katta ta'sirlar tabiiy kundalik xatti-harakatlar paytida kichik ta'sirlarga qaraganda yaxshiroq esda qolishi yoki qolmasligini o'rganishgan ekan. Boshqacha aytganda, o'quvchilar kattaroq rasmni eslab ko'proq eslab qoladimi yoki kichikroq rasmni eslab qoladimi? Shuni o'rganishgan ekan. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, laboratoriyadagi doktorantlar, misol uchun Shayma Masarova bilan Olga Krishmana
bularni mana bu tadqiqotda ishtirok etgan, ularning fikricha tadqiqotdagi xulosa katta rasmlar o'quvchilarni ongida ko'proq xotirada qoladi. Deylik, kichik rasm bir kun esda qolsa, katta bannerli rasmlar 10 kungacha esda qolishi mumkin ekan. Xo'p, ular tadqiqotida nima ish qilishgan? Ular ishtirokchilar tanlab olishgan va har bir ishtirokchiga turli o'lchamdagi rasmlarni taqdim qilishgan. Va ularni bir marta ko'rsatishgan. Natijada, ya'ni katta rasmni ko'proq esda qolgan ekan. 10 ta katta rasm ko'rsatishsa, 20 ta kichkina rasm ko'rsatgan va rasmlar haqida so'ralganda katta rasmli formatdagi, katta formatdagi rasmda odamlarning xotirasi ko'proq qolgan, uning ichidagi jihozlarni, buyumlarni, ranglarni insonlar ko'proq eslab qolgan ekan. Mana shundan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilar ko'proq katta rasmlardan foydalansangiz, menimcha o'quvchilaringizni xotirasiga foyda qilgan bo'lasiz. Ta'sirlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, xotiraga ta'sir hajmi ta'sir qiladi albatta. O'quvchilar katta vizuallarni kichikroq ta'sirlarga qaraganda 1,5 barobar ko'proq esda qolar ekan. Kinolarda ko'rgansiz Times maydonini. Times maydonidagi bannerlar esa hozir hammalarning xayolingizda Coca-Cola bannerlari kelishi mumkin. Xo'p, Times bannerlari yoki Toshkentdagi yoki umuman mahallangizdagi, shahringizdagi katta bannerlarni esa ular juda ham katta formatda. Yo'lda Damas yurasizmi yoki o'zingizning shaxsiy mashinangizda yurasizmi, ularni ko'zingiz ko'rgan. Va menimcha hozir siz esladingiz, qaysi bannerlarni ko'rganingizni va ulardagi rasmlarni ham hozir eslab turibsiz. Endi kichikroq reklama yoki flyerlarni eslang. Marketingda har 10 ta flyerdan bittagina odam kelishiga umid qilinar ekan. Ya'ni tarqatilgan flyerlarda juda ham kichik formatda bo'ladi, ularning rasmlari ham kichkina bo'ladi. Shuning uchun odamlarning xotirasida flyerlarni qolishi juda ham qiyin. Shuning uchun bannerlarga reklama qilish qimmatroq. Flyer esa donasi 300 so'm, 250 so'mdan chiqar ekan. Demak, taqqos esa juda ham katta farq bor. Demak, farqni men aytmayman, siz sezdingiz flyerda va bannerdagi farqni. Shuning uchun o'qituvchilar va iltimos ota-onalar ham farzandlaringizga katta formatdagi rasmli, kichik farzandlaringizga katta formatdagi rasmi bor kitoblarni ko'proq olib bering va u ularning xotirasiga, mana bular farzandlaringiz xotirasiga yaxshiroq ta'sir qiladi. Endi 4-tadqiqotga keldik. 4-tadqiqot mana bunaqa nomlanadi. Rang kontentni 39% ga esda qolarli qilishi mumkin. Kurslaringiz va darslaringizda qanday taqdim etishingiz bizga noma'lum, hurmatli o'qituvchi. Ammo siz darslaringizni rangli o'tkazsangiz, ya'ni turli rasmlardan yoki ranglardan foydalansangiz, bu sizni o'quvchilaringizni, sizni darsingizni 39% esda qolishiga olib keladi. Masalan, Fantani eslang. Fanta sap-sariq va bannerlari ham siz esingizda turibdi. Yoki Coca-Cola bor aytganimizdek. Qop-qora ichimlik qip-qizil qadoqdagi. Yoki umuman masalan flash yoki masalan men kunuz deganda doim havo rangli jism, ya'ni bir rang esimga keladi. Chunki kunuz ko'pincha siyoh, ya'ni bulut havo rangidan foydalanadi. Demak, rang kontentni 39% esda qolishi ta'minlaydi. Va har kuni yoki bir haftada 2 marta darsga kirsangiz, turli ranglardan yoki bir xil rangdan foydalansangiz, o'quvchiga foydali bo'ladi. Men rangli dars o'tishga harakat qiling. Bundan tashqari, klinik sharoitda o'rganish qiyinligi, autizm, disleksiya va boshqa xotira bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ranglarni o'z ichiga olgan maxsus aralashuv muolajalarini joriy etish foydali hisoblanar ekan. Buni tibbiyotdagi doktorlarimiz menimcha bilishsa kerak. Aralashuvlarda ranglardan foydalanish bemorlarga o'quv dasturini yaxshiroq tushunish va kuzatishga yordam berar ekan. Masalan, onkolog bo'lgan bemorlarga kunlik 10 ta dori ichsa, ana ularni rang-barang qilib qo'yish yoki tabletkalarni rang-barang qilish foydali hisoblanar ekan. Nima xulosa qiladigan bo'lsak, rangli kontent farzandlarimizga foydali, ularni yana xotirasini kuchaytiradi, ularni rangli kontent esda qolishi bor jarayon, bor hodisa. Shuning uchun Instagram, YouTube va boshqa gadjetlardan bizni farzandlarimiz o'zini ola olmaydi. Chunki ular juda ham o'ziga tortuvchi, rang-barang. Biz ham agar darslarimizni rangli, qiziqarli qilsak, farzandlarimizni ham darslarimizga yoki bizni hayotimizga qiziqishni boshlashadi. G'oyalar loyihamizni ilk sonida sizlar bilan ko'rishdik, gaplashdik. Menimcha tadqiqotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz va barcha tadqiqotlar uchun quyida linklar qoldiramiz. O'qib chiqing, o'rganing va ta'lim sohasida ishlasangiz, bu sizga albatta foydali bo'ladi yoki ota-ona bo'lsangiz, farzandlaringizni gadjetlardan sug'urib olish uchun juda ham muhim eslatmalar va dalilga to'la ma'lumotlar bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.